O'rtoqlar, sizlarga bitta narsani ilingim keldi. Menga shaxsan qishloqning hayoti yoqadi. Chunki qishloq har doim tinch, osoyishta, tabiiy mahsulotlarni o'sha yerda ko'proq iste'mol qilish imkoniyati bor. Deylik, огородda har xil kartoshka, piyoz, pomidor, bodring vaholanki qo'y boqsa bo'ladi, mol boqsa bo'ladi, tabiiy sut mahsulotlari ko'rib turganlaringdek tovuq. 5-10 ta tovuqimiz bor. Eng qiziq joyini aytaymi? Havas qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Eng qiziqarli joy mana shu joyda, eng zo'r joy mana. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Домашний tuxum. Ximikat emas, haqiqiy bug'doy berib boqamiz. Mana shunaqa tuxumlarni, domashniy tuxumlarni mana iste'mol qilamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar.